Qizajonlar, o'tgan safar storiesda aytganimdek, shamollash sezoni boshlandi. Bugun mana kun davomida 3% уже shamollash bilan tana haroratining ko'tarilishi, qisman yo'tal, burun bitishi va butun hamma o'sha shamollash simptomlari bilan kelishdi. Qizlar, bundan xursand bo'lmaymiz, faqat xafa bo'lamiz. Demak, immunitet bilan ishlash kerakligi haqidagi storieslarimni yaxshi ko'rmayapsizlar. Qizajonlar, endi sentyabr kelyapti. Endi kunlar sekin astalik bilan o'zbekchasiga aytganda aldamchi kunga aylanadi. Kunduzi issiq bo'ladi, kech paytlari salqin bo'ladi. O'zinglarni biroz ehtiyot qilinglar. Обильное питье, ya'ni iliq suvlarni ichish ko'paytiringlar. Kollagenovый sup, ya'ni ilik sho'rvalar, yaxshi pishirilgan baliqlarni iste'mol qilinglar. Холодецlar, переработанный sut mahsulotlarini yaxshi iste'mol qilinglar hamda meva-chevalarni, pista bodomlarni, semichkalarni kamaytiringlar. Chunki